Bugungi temamizda qorindagi rastashkalar, tug'ruqdan keyin qoladigan rastashkalar, g'ijim-g'ijim kindikni atrofidagi juda ham xunuk bo'lib qolgan holatlar. Bunga bizda terimizda C vitamini yetishmayotganligi, E vitamini yetishmayotganligi va D vitamini yetishmayotganligi belgilari hisoblanadi va qorin sohasidagi terini nega bir xil ayollarda burishib qoladi, nega bir xil ayollarda umuman rastashka tushmaydi? Chunki har bir insonning teri har xil bo'ladi. Zotiga qaragan, o'ziga ter sohasi imini oldi qorin tomoni qalindi, son tomoni yuqa bo'ladi bir xilda. Hamma joyizda terisi har xil bo'ladi. Masalan, bir xillari qo'lini, barmoqlarini terisi yuqa bo'ladi, barmoqlariga, qo'llariga ajinvoqli tushib ketadi. Bir xillada yuzini terisi juda ham yuqa bo'ladi. Yuziga ko'p narsani tashlaveradi va ajin boqib tushib ketadi. Ikkinchisi qorin sohasidagi umuman bez rastashka zo'r chiroyli holatda yuradigan ayollarimizda qorin sohasini qalinligi, terini qalinligi, elastichniligi bu tug'ma bo'ladi. Hammani terisi har xil va ularda ko'proq C, E vitamini tanqisligi kamroq bo'ladi va bu qorinni ozib, betala qilib qirg'izib olganingizdan keyin rastashkasi umuman ketmayaptimi? Aynan o'sha joyini sizga juda ham xunuk bo'lib turgan bo'lsa, plastistika qilib to'g'irlatib olsangiz bo'ladi. Lekin lazerli, ukolli, kremli umuman yordam bermaydi. Eng ma'quli bu уже bo'ldi. Qovog'ini oldirishyapti-yu, ayollar qovog'i osilib qolsa, xuddi shunaqa qorinni ham, g'ijim joyini shunaqa to'g'irlatib olasizlar. Shu aynan oz olganingizdan keyin undan oldin foydasi yo'q. Undan keyin yana burishishi mumkin. O'shaning uchun oldin tug'ib bo'lib, bolani boshqa tug'maydigan bo'lsangiz, boshqa sevirmasangiz, harakat qilib yuradigan bo'lsangiz, ana o'shanda qidirsangiz bo'ladi. Lekin qorin chiqishi doim sizda kuzatiladi, chunki aynan qorinni atrofida suvi yili yo'q, skelet yo'q. Skelet bel tomonda bo'ladi, poзвоночник va qovurg'alar. Qovurg'alaringiz bor joylar, poзвоночниgingiz orqasi bor joylar, bellaringiz osilmaydi. Qutolab turadi, yon tomoniga osiladi. E'tibor bersanglar, bel orqaga qoringa o'xshab osilmaydi, yon tomoniga osiladi. Qorinda suvi yo'q bo'lgani uchun qorin oldi tomoniga osiladi. O'shaning uchun bu yo'llar bilan polniy ishlab yurishingiz kerak bo'ladi. Men diyetologga murojaat qilsangiz ham, trenerlarga murojaat qilsangiz ham, kimga murojaat qilishingizdan qat'iy nazar, suviga yo'q joylaringiz bilan ishlab yurishingizga to'g'ri keladi. Ular kam harakat bo'lgan sari qaynab chiqaveradi. Sport bilan shug'ullanasiz, yig'ishtirilasiz, yana tashlab qo'ysangiz, yana yoyilasiz. Sport bilan shug'ullandim, keyin tashlab qo'ydim, semirib ketdim degan ko'pchiliklar bu shunchaki men harakat qilmadim, yotib yedim desa,